Endi siz gologrammalarni displeyda ushlab turish orqali boshqarishingiz mumkin. Volumetrik displeyning yangi shakli gologramma manipulyatsiyasiga mutlaqo yangi yondashuvga imkon beradi. Mashinaning gologrammasi yangi texnologiya tufayli foydalanuvchi tomonidan ushlanishi va aylanishi mumkin. Birinchi urinish uchun bu texnologiya ilmiy fantastik bo'lishi mumkin. Shunga qaramay qo'llaringiz yordamida manipulyatsiya qilinadigan gologrammalarni yaratish mumkin. Go'yo siz ularga tegayotgandek tuyuladi va bu ajoyib. Maxsus ko'zoynaklarsiz 3D tasvirni yaratish uchun volumetrik displeylarga bir nechta yondashuvlar mavjud. Ulardan biri diffuzor deb nomlangan tez tebranuvchi varaqni ishlatgan. Varaq aql bovar qilmaydigan tezlikda tebranadi va sinxron ravishda tasvirlar uning ustida proyeksiyalanadi. Diffuzorda sekundiga 2880 ta tasvir va ko'z zaramiz va miyamizning buni anglash uchun nisbatan sekin qobiliyati tufayli gologramma paydo bo'ladi. Ammo diffuzorlar odatda qattiqdir. Shuning uchun siz tez tebranadigan narsaga tegishni xohlamasligingiz mumkin. Shunday qilib tadqiqotchilar alternativani ishlab chiqarishlari kerak. Biz telefonlarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqada bo'lishga odatlanganmiz. U yerda biz tugmachani bosamiz yoki hujjatni to'g'ridan-to'g'ri barmog'imiz bilan ekranga sudrab boramiz. Bu odamlar uchun tabiiy va intuitivdir. Ushbu loyiha bizga 3D ko'rish va manipulyatsiyaning tug'ma qobiliyatlaridan foydalanish uchun 3D grafika bilan ushbu tabiiy o'zaro ta'sirini ishlatishga imkon beradi, dedi yetakchi tadqiqotchi Asir Marza. Jamoat texnikaga ham odamga ham zarar yetkazmasdan tegishi mumkin bo'lgan elastik diffuzorni ishlab chiqdi. Keyinchalik tasvir qanday bo'lishi kerakligi haqida ishonch hosil qilish edi, chunki material osonroq deformatsiyalanadi. Jamoa qiyinchiliklarni yengib o'tdi va siz qo'lingizni diffuzorni yaratadigan va gologrammalarning o'zini harakatlantirayotgandek harakat qiladigan materiallar chiziqlari orqali joylashtirishingiz mumkin bo'lgan sozlashni yaratdi. Masalan, harakat qilish va aylantirish uchun ko'rsatkich barmog'ingiz va bosh barmog'ingiz orasidagi qutni ushlash yoki ko'rsatkich va halqa barmoqlaringiz yordamida sirt ustida yurish oyoqlarni simulyatsiya qilish deb tushuntirishdi mualliflar. Ekranlar va mobil qurilmalar kabi displeylar bizning hayotimizda ishlash, o'rganish yoki o'yin kulgi uchun mavjud. To'g'ridan-to'g'ri boshqarilishi mumkin bo'lgan 3 o'lchovli grafikaga ega bo'lish ta'limda dasturlarga ega. Masalan, dvigatel qismlari. Bundan tashqari bir nechta foydalanuvchilar virtual haqiqat mini garnituralariga ehtiyoj sezmasdan hamkorlikda muloqot qilishlari mumkin. Ushbu displeylar ayniqsa muzeylarda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, tashrif buyuruvchilar shunchaki kontentga murojaat qilishlari va ular bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu holda yaratish va siz manipulyatsiya qilishingiz mumkin bo'lgan gologrammaga to'liq borishning bir usuli emas. Effekt ishlashi uchun siz unga qarashingiz kerak. Shunga qaramay bu narsalarni o'zgartirish uchun qo'llaringizni qo'yishingiz mumkin bo'lgan kattaroq ekran tizimiga aylanishi mumkin.